Alo, kim bu? Eshmat? Toshmatga chiqarib berishim kerak. Adashib qopsizlar. Boshim og'ritmagin mani. Qo'yman, boshim og'riydi. O'rtoqlar, sizlarga ham shunaqa telefonlar bo'lyaptimi? Ogohlik davr talabi ehtiyot bo'lasizlar. Bunaqa oxir payt telefonlar ko'p. Men tushuntirishga harakat qilaman, lekin o'zi Instagramda, Telegramda ko'p bunaqa videolar, lekin ular sal qiyinroq tushuntirgan. Men sizlarga o'zimiz joydaricha tushuntirishga harakat qilaman. Sizga telefon bo'ladi, Eshmatdan bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. Kartangizga adashib pul tushib qolibdi deydi. 5 million, 10 millionmi, nech pul deydi. O'sha pulni chiqarib orqaga qaytarib ola olasizmi deydi. Orqaga qaytarib ola olasizmi deb turib, sizga boshqa kartani beradi, Toshmatning kartasini beradi. Sizlar avtomatik o'zingiz bilmay qoldi ishtirokchiga aylanasizlar. Ya'ni bu ruschasiga отмывание денег, o'zbekchasiga pul yuvish, ya'ni sxema, firibgarlar sxemasi. Qarang, Eshmat, siz va Toshmat. Eshmatdan sizga pul tushadi, siz Toshmatga chiqarasiz. Sxema yemagan somsaga pul to'lab qolmanglar, ehtiyot bo'linglar, ogohlik davr talabi. Bu juda ko'p hozir buni uchib ketgan, ko'payib ketdi bunaqalar. Mashinaga birov haqidan qo'rqmaydiganlar. Xullas, agar shunaqa telefonlar bo'lsa, shundan olinglar-da, boshimni qotirmagin, boshim og'riyapti, 1-2 qilib yuboraman, sen avtomatik yuvib ketadi. Tinch bo'linglar, ogohlik davr